Navbatdagi oshxona mebelimiz. Bitirdik hozir. Sirti oq akrildan qildik. Ichlari laminatdan xardonladik. Faqat bu yerda bugun o'zgarish qildik. Stalish stsiyasini qalinidan qo'ydik. Mana 4 santimetrlik juda qalin zo'r stalish stsiyadan qo'yib berdik. Bu yerga 60 ga 45 standart moykamiz. Chuqurligi 20 santimetr o'zini mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda dozator bor, ya'ni gilcha qo'yamiz buni ichiga. Chetdan gilcha qo'yaveramiz. Xo'sh, bu taraflarni ko'radigan bo'lsak, bu yerga bitta shkaf qo'yib berdik. Mana shkaflar tepaga ochiladi. To'liq yopmadik, oyna bo'lganligi uchun. Bu yerda mana bitishga uchun joy tashlab ketganmiz. Bitishga qo'yiladi. Mana gazlari ham tepasiga o'yib chiroyli qilib qo'yib berdik. Taglarga mana tortma qo'yib berdik. 60 santimetrlik mexanizmlar davotchikli, tortmalari, shkafchalari, yog'larni esa buni shkafga berdik. Ajoyib mebelimiz bitti. Egalariga topshirdik. Egalari ham qabul qilib olishdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin.